Diqqat qiling, tezkor ob-havo ma'lumotlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi respublikamiz hududida 26-martdan 29-mart kunlariga ob-havo ma'lumotlari qanday bo'lishini e'lon qildi. Bunga ko'ra, respublikamizning barcha hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida 26 hamda 29-mart kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin, momaqaldiroq bo'ladi. 27 hamda 28-mart kunlari esa yog'ingarchiliklar kutilmaydi. Shamol g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Ba'zi joylarda shamolning tezligi 13-18 metrgacha kuchayishi mumkin. Chang to'zonlar kuzatiladi. Haroratlar kechalari 10-15 daraja iliq, faqatgina 28-mart kuni kechasi 12-17 darajagacha ko'tariladi. Kunduz kunlari 26-mart kuni 23-28 daraja iliq, 27-mart kuni 27-32 daraja iliq bo'ladi. 28-mart kuni esa 20-25 daraja iliq bo'ladi. 29-mart kunlari havo harolatlari biroz pasayib, kunduz kunlari 18-23 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. 26-28-mart kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 29-mart kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 26-mart kuni 10-15 daraja iliq, 27 hamda 29-mart kunlari esa 12-17 daraja iliq bo'ladi. Kunduz kunlari esa bu holat 26-mart kuni 23-28 daraja iliq, 27 hamda 28-mart kunlari esa 25-30 daraja iliq bo'ladi. 29-mart kuni esa 19-24 daraja iliq bo'ladi. Respublikamizning vodiy hududlari, ya'ni Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. 26-28-mart kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 29-mart kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol g'arbdan sekundiga 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Haroratlar 26-mart kuni kechasi 7-12 daraja iliq, kunduz kunlari 22-27 darajani tashkil etadi. 27 hamda 28-mart kunlari esa kechalari 10-15 daraja iliq, kunduz kunlari 23-28 daraja iliq bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.